Assalomu alaykum, aziz kuzatuvchilarimiz, mehnatsevar dugonajonlarim, aka-ukalarim, opa-singillarim, sog'-omonmisizlar? Mana bugun bizada 5-kun kecha bizani ipak qurtlarimiz uxlagandi. Bargni oxirgi marta soat 11da barg berganman. Keyin ular yuzga chiqmadi, uxladi, hammasi uxlab qoldi. Shu uchun videoga olmadim. Bugun oxirgi marta berganimdan keyin 25-27 soat vaqt o'tdi. O'zi hammasi aktiv holatda uyg'ongan. Mana yaqinlashtirib ham ko'rsataman. Uyg'ongan. Endi barg berishni boshlaymiz. Agar sizniki hali uxlagan bo'lsa, uxlagani va uyg'onganini bilish uchun uxlayotganlari yuqoriga qarab qotib turadi. Uyg'ongani уже rangi o'zgarib, kattalashib, harakatlanib, hammasi mana shunaqa yuzga chiqib olib uyg'onadi. Mendan qanaqa joyga qo'ygansiz deb so'rashganda, bizda eski hovlimiz bor, yashamaymiz. Mana shu yoqqa mana shunaqa xon taxta stolni ustiga qo'yganman. Bu 1,5 metrga 2,5 metrlik mana shunaqa maxsus yashiklar. Buni uyda yasasa ham bo'ladi. Hozir bugun yana joy tayyorlab, yana ko'paytirib bularni ko'chiramiz. 2 marta barg berib, inshaalloh 3-chisida ko'chirib olamiz. Hozir yana qirqilgan barg beraman. Bu safar ko'p kichkina to'g'ramasdan kattaroq to'g'rab, sal katta to'g'rab, chunki ko'chirishimiz kerak. Bu ikkita bargni to'liq olib, tagidagi birinchi kunlar berganlarimizni keyin tagidan olib, ko'chirib, hammasini boshqa mana shunaqa yashiklarga ko'chirib olamiz. Biza Buxoroda ipak qurtini kirmak deb aytamiz. Sizlar qaysi viloyatdan kuzatyapsizlar meni? Va sizlarning viloyatlaringizda nima deb aytiladi ipak qurtlari? Chunki hamma joyning o'zining shevasi bor. Buni menga yozinglar, chunki men uchun qiziq.